Keling, hozir qiyinroq misolni yechish uchun boshida osonroq misolni yechib ko'rib, o'rganib olamiz. Birinchi bo'lib ifga ani katta deb kiritamiz, ya'ni bdan ani katta deb kiritamiz. Bunda agarda a katta bo'lsa, bu joyga ani chiqar deyishimiz uchun shunaqa qilib kiritamiz. Mana bu printfni o'chirib tashlaymiz va a teng b deb qo'yamiz. Bu deganimiz a bga teng deganimiz. Bu deganimiz ani bga tenglar degan, ya'ni ikkalasini bir xil son q degan ma'noni anglatadi. Endi hozir biza berib qo'ygan sonimiz 3. Albatta bu mana ishlatib ham ko'ramiz. Mana shu joyda hozir hamma tushunarli bo'lishi uchun mana 3 chiqarib berdi, chunki ani bga tenglab qo'ydi. Endi mana shu joydan printf deb yozib qo'yamiz. Ya'ni agarda a kichkina bo'lsa, u shundoq ham if ichiga kirmasdan shundoq shu shartni bajar deb. Endi hozir a ga 4, b ga deb 3 deb qilib olamiz. Bunda endi hozir a kattasini chiqar deb shart berib qo'yganmiz. Endi hozir ishlatib run qilib ko'ramiz buni. Hozir ko'rib olishinglar mumkin bo'ladi. Mana hozir bu joyda 3 ni chiqarib berdi. Ya'ni bga tenglab berdi. Kod yozish bo'yicha hozirgi misolimizda ifga ya'ni sonni o'zimiz, ya'ni foydalanuvchi kiritgani yaxshi. Buning uchun men bu yonda bergan sonlarimizni o'chirib qo'yib, shunchaki a va b sini o'zini biza kompyuterga tanitib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana shunaqa qilib belgilab olamiz va oxirida albatta nuqta virgulni unutmasligimiz kerak. Keyin orqasidan printfni yozamiz. Printfga sonni kiriting deb yozamiz. Ya'ni bu o'zimiz uchun qulay interfeys bo'lish uchun yozishimiz kerak. Mana printfni sonni kiriting deb shunday yozib qo'yamiz. Buni ham orqasiga nuqta virgul qo'yishimiz kerak. Keyin scanf esa 3 ta foizli d yozamiz, chunki bizda a b c bo'lganligi uchun. Endi men bu belgini qo'yamiz. Bu belgi aynan shu ifodani kiriting, o'zingiz kiriting degan ma'noni anglatish uchun endi a b c deb e'lon qilib qo'yamiz. Uni hammasini oldin bu belgini qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. Buni orqasidan ham nuqta virgulni unutmaymiz. Bu ham juda ham katta xato bo'ladi. Bu bilan dasturingiz xato berishi mumkin. Endi keyingi amalimiz endi hozir biza mana bunaqa deb ham yozib ko'ramiz. O'zi a teng b deganni hali yaxshilab tushunmaganlar uchun yana bitta aytib o'taman. Bu degani agarda sonimiz bdan katta bo'lsa, unda bni sonini a ga avval degan ma'noni anglatadi va yana bitta shart kiritib qo'yamiz. Bu shartda agarda a s'dan ham katta bo'lsa, unda ani s'ga tenglab ber deb va keyin oxirida bizga ani chiqarib ber degan shartni kiritamiz. Yana bitta eslataman. Agarda a bilan bni taqqoslayotganda a katta bo'lsa, bning sonini a ga o'tkazib ber. Agarda yana bni sonini olgandan keyin ham s'dan ham katta bo'ladigan bo'lsa, unda a bilan s'ni bizga o'tkazib ber degan ma'no. Endi hozir run qildik. Endi son kiritamiz. 5 3 6. Mana 3 chiqarib berdi. Ya'ni kichkinasini 3 5 6 bo'lsa, mana yana 3 chiqarib beradi va eng kichkinasini chiqarib beradi. Endi yana kiritamiz. 3 6 1 deb mana 1 ni chiqarib berdi. Endi bu kodimiz ancha osonlashdi. Bora-bora yaxshiroq o'rganganingiz sari qiyin masalalarni bittagina kod bilan yecha oladigan darajaga yetib kelishingiz mumkin. Endi hozir yana boshqacha misollarni ham ko'rib o'tamiz keyingi darsliklarimizda.